Shok dahshat akalar, endilikda Surxondaryoda Labo'ni puliga Shinere mashinani xarid qilishingiz mumkin. Qanday deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, barcha ma'lumotlarni aytib o'taman. Undan oldin esa videoga bitta like bosib, kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Men esa obzorni boshladim. Ko'rib turganlaringizdek, Denov shahridagi Shinere avtosalonida Shinere mashinalarining barcha turlari mavjud. Bu mashinalarni endilikda bo'lib to'lashga Labo'ni puliga xarid qilishingiz mumkin. Labo olmoqchi bo'lgan pulingizni bosh to'lov qilib berasiz. Salon xodimlari esa halol nasiyaga qolganini rasmiylashtirib beradi. Ko'rib turganlaringizdek T30 modelidan T34 modeligacha bor. Bularning barchasi 1.5 Donus motor bilan jihozlangan akalar. Rasxodiga keladigan bo'lsak, qo'sh balonlisi 100 ga 10 ta yeydi akalar. Yakka balonli hamda dubl kabinali esa 100 ga 8 ta yeydi. Ot kuchiga keladigan bo'lsak, qo'sh balonlisi 120 ta ot kuchiga ega. Yakka balonli hamda dubl kabinali esa 115 ta ot kuchiga ega. Yuk ko'tara olish sig'imiga keladigan bo'lsak, qo'sh balonlisi 3 tonnagacha bo'lgan yukni ko'tara oladi. Dubl kabinali hamda yakka balonlisi 2 tonnagacha bo'lgan yukni ko'tara oladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salonlar hammasi bir xil jihozlangan. Elektroosvetleniy rol, zadniy kamera, monitor hamda ABS tormoz konditsionerlari ham bor akalar. Shinere mashinalarini Denov shahridagi Shinere avtosalonidan xarid qilgan mijozlar uchun bonus sifatida chexol polik hamda yoqilg'i pullar qoplab beriladi. Bundan tashqari ehtiyot qismlari ham bor. Ko'rib turganlaringizdek, barchasini kelib o'zlaringiz salondan topishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni Labo olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'ying.